Har kuni shirinlik yeb 12 kilo vazn tashadim. Masalan, PPga o'tirishadi-yu qizlar, mana trenerlarimiz shirinlik mumkin emas deydi-da, odam miyasigacha stress bo'ladi-da bu narsa. Shahnoza, yoshim 32 da, 74 kilo vazn bilan, 1.58 bo'yim bilan 12 kilo vazn tashadim. Allohim Osiyo opamni sababchi qilganiga Ibzan kuratorim Umid opamga kattakon rahmat aytmoqchiman. Bu kursda qatnashishimdan oldin men sport zallarga ham borib ko'rdim. Menda hali yoshim 32 da bo'lgani bilan tug'ruqdan keyin semizlik juda ham ko'paydi, vesim qo'shilishni boshladi. Birinchi farzandimdan keyin 5 kilo ortiqcha vazn bo'lgan bo'lsam, ikkinchi farzandimni dunyoga keltirganimdan keyin u farzandim tug'ruq vaqtida o'lib qolgan. O'shaning uchun men juda ham qattiq stressga tushib qolganman. Bu stress olganim orqali juda ham 10 kilodan oshiq ves oldim. O'sha vesimni qanaqa qilib ketkazaman deb juda ham ko'p o'zim oynaga qarasam ham o'zimda bo'lgan ishonchim, samatsenkam hammasi tushib ketdi. Allohim menga yana farzand bilan siylab, 3-farzandimni dunyoga keltirdim. 3-farzandimni dunyoga keltirganimdan keyin gormonlarimda ham o'zgarishlar bo'lgani hisobiga 74 kilo bo'lib qoldim. Hozirgi kunga kelib, men hozir alhamdulillah 62 kilo bo'ldim. Shu marafonlarda Osiyo Ismoilovani qatnashib, Allohim avvalambor sabab chiqib qo'ygani uchun ularni minnatdorman ularga.